Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulevman. Bugun paxta masalasida gaplashamiz. Hamma e'tiborliroq bo'lsin. Bugungi kunda mana paxta maydonlarimizni oldi, bitta ikkitadan gul ko'rsatdi. Bu maydonlarimiz erta ekilgan, plyonka ostiga ekilgan maydonlar. Asosiy 60-70% maydonlarimizda g'o'za 2-3 shona ko'rsatdi. 30-40% maydonlarimizda paxta endi shona ko'rsata boshladi. Bu umumiy gapni mazmuni nima? Bu umumiy gapni mazmuni paxta hosil yig'a boshladi. Ya'ni paxtamiz g'o'za nihollari hosil elementlarini shakllantira boshladi. Eng mas'uliyatli, eng kerakli davrda turibmiz. Sababi paxta siz bergan bir xil mineral o'g'it, bir xil kultivatsiya, bir xil rixleniya, bir xil sug'orish bilan 50 sentner paxta olishimiz mumkin. Xuddi shu xarajat bilan 25-30 sentner paxta olishimiz mumkin. Farqi nimada bo'ladi? Ko'pchilik shuni ko'p o'ylasa kerak. Bir xil o'g'it beryapman, bir xil kultivatsiya qilyapman, hamma yoq ishlov bir xil, suvni teng ishda. Nimaga palonchi 50 sentner olyapti-yu, men 30 sentnerga qadayapman yoki shunga ham qadolmayapman degan savol bo'ladi. Shu savolning javobi hozirgi shu kundagi bajarayotgan amallarimizga bog'liq. Ya'ni paxta hosil elementlarini shakllantira boshlagandan keyin shu hosil elementlari shakllantirish uchun zarur bo'lgan oziqa elementlarini barg orqali suspenziya qilib berish yo'li bilan hosil elementlarining sonini oshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Sababi hammamiz karbamidni teng beramiz, silitranni teng beramiz, kaliy fosfat teng beramiz. Hosilning sonidagi farq nimada? Bir xil navdagi g'o'za ikkita yerda ikki xil hosil element shakllantiradi. Sababi shuki, barg orqali berayotgan suspenziyalarimizni tushunmasdan bo'y o'stiruvchi, yon shoxlarni o'stiruvchi suspenziyalarni berib, ko'zimiz quvnab, mana paxtam zo'r yashnadi, paxtam o'sib ketyapti, sajanni kuchaytirishim kerak, o'sishni to'xtatishim kerak bilan chalg'aymizda, bitta hosil bo'layotgan hosil elementlarini sonini ahamiyatsiz qoldiramiz. Shuning uchun bugundan boshlab ayni damda berayotgan barg orqali berayotgan suspenziyalarimizni tarkibiga hamda uni xususiyatiga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Sinovdan o'tgan ishonarli suspenziyalarni qo'llashimiz talab etiladi. Shu kunda suspenziyalarni turi nihoyatda ko'payib ketgan, o'ta ko'payib ketgan. Uni ishlatish mavsumi bor. Har bitta suspenziyani ishlatish mavsumi bor. Qaysi suspenziya aytaylik 2-3 ta chimbak chiqarganda, qaysi suspenziya 6-7 ta chimbak chiqarganda, qaysidir suspenziya hosil elementlari shakllanish boshlanganda, qaysidir suspenziya hosil elementlari shakllanmay qolgan davrda shu suspenziyalarni o'zini davriga qarab mos ravishda ishlatmasak, o'z-o'zidan biz yutkazib qo'yamiz. Biz palapartish ish qilib qo'ygan bo'lamiz. Xarajat qilamiz, lekin samara ololmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun sizlarga, barchalaringga tavsiya beramanki, shu kunda ishlatayotgan suspenziyalarimizni tarkibida asosan kalsiy, magniy, rux, kremniy kabi elementlar ko'proq bo'lsin. Shu elementlarda foizi yuqori bo'lsin. Shundagina sizlarda shakllanayotgan hosil elementlarining soni keskin oshadi. Hamda shakllangan hosil elementlari chanqoqda, boshqada to'kilib ketmaydi. Shunday suspenziyalarni tanlashimiz kerakki, mavsumga mos holatda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana biz MChJ tomonidan 10 yildan beri ishlatib tarqatib kelamiz. Shu paytda hosil 33 va fosfodar suspenziyasini qo'shib beramiz paxta maydonlarimizga.
Hosil 33'imiz suspensiyamizni tarkibi o'ta kuchli germanal. Uni tarkibida o'sha NPKda bor 17 xil minerallar hammasi bor. O'sha kalsiy, magniy, kremniy, rux kabi yuqori atom massali elementlar foizi yuqori. Unga qo'shib berayotgan fosfodar suspensiyamiz buni tarkibida asosan temir, agis temir 6%, asosiy ulush fosfor, magniy, kalsiy. Bu nima qiladi? Paxtani ingichka, nozik, tez o'stirmasdan paxta g'o'za nihollarini poyasini yo'g'onlashtirib berishga xizmat qiladi. Hosil 33 buni qo'shimcha hosillar olishga hamda tez rivojlanishga yordam bersa, fosfodar suspensiyamiz tarkibi og'ir metallardan tashkil topganligi sababli poyani o'stirib berishga, immunitetni mustahkamlashga, hosil elementlarini sonini oshirib berishga xizmat qiladi. 10 yildan beri ishlatib keladigan fermer xo'jaliklarimiz bor. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida juda ko'p buni ishlatgan fermerlarimiz. Shuni tavsiya qilamiz. Shu mahsulotlarimizni zudlik bilan shu kunda olib, har 8 kun, 10 kun oralig'ida 2 marta, 3 marta ishlataylik. Ko'sak soni 3 ta 4 taga yetguncha shu suspensiyani 2 kamida 3 marta ishlatishimiz talab qilinadi. Shunda siz bilan biz kutgan o'sha bitta hosil, bitta g'o'za niholidagi hosil soni 8 ta 10 ta emas, 14 ta 15 taga yetkazib olamiz. Hattoki bu bitta g'o'za elementida 30 tagacha hosil elementi shakllanadi. Lekin shu shakllangan hosil elementidan 10 ta 11 tasini ochiltirib bersa agar, paxta 40 sentnerdan yuqori hosil beradi. Hozir men tavsiya qilayotgan suspensiyalar xuddi shunday hosil elementlarini shakllanishida va ularni ushlab qolishidagi ahamiyati juda katta. Buni ishlatgan fermerlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha yildan beri ishlatyapman, samarasi shunaqa deb yozib qo'yinglar. Buni yangi fermerlar ham eshityapti, yangi fermerlarimiz ham buni qo'llash uchun ozgina tushuncha hamda amalda sinagan fermerlarni fikrlarini o'qib ko'rsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bugundan boshlaylik, barcha maydonlarimizga qo'llashda davom etaylik. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulov bo'ldim. Bu videoni ostida kommentariyda Telegram kanalimizni silkasini qo'yib qo'yaman. Telegram kanalimiz silkasiga kirib turib, qaysi elementdan qanchadan qo'shib necha gektarga ishlatish, narxlari hammasini ko'rishlaring mumkin. Avvalo kanalga a'zo bo'linglar. Uni ostidagi kommentariyaga kirib Telegram kanalimizga kiringlar. Telefon raqamlarimizni eslataman. 91lik kodi bilan 446 06 65 agronom, 94lik kodi bilan 532 03 38 agronom, 94lik kodi bilan 302 32 36 agronom, 93lik kodi bilan 911 30 99 Namangan viloyati bo'yicha agronom yetkazib beruvchi. Shu telefon raqamlariga telefon qilsalaring, hattoki shiyponlaringga, dala maydonlaringga yetkazib berish imkoniyatimiz ham bor. Faqat paxta maydoni viloyatimiz bo'yicha 30 gektar, vodiy bo'ylab 50 gektar bo'lsa, biz maydonlaringgacha yetkazib beramiz. 1 gektar maydon uchun ishlov 53 ming so'mdan 64 ming so'mgacha juda arzon, o'ta qulay, o'ta kuchli, samarali preparat. Buni ishlatib ko'rgan odamlar juda yaxshi biladi. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Siz Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar.